Assalomu alaykum hurmatli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. Kuni kecha Srechko Katanes bilan bo'lgan intervyuni birinchi qismini e'tiboringizga havola etgan edik. Bugun va'da qilinganidek ikkinchi qismi. Milliy terma jamoa sobiq bosh murabbiyi Srechko Katanes saytimiz jurnalisti Abdulvosit Bektemirov bilan uchrashdi. Suhbatni boshlanishi va birinchi qismi. Srechko Katanes bilan samimiy suhbat. İlk hissiyotlar va saralash bosqichi haqida, xursandchilik haqida. Bilasanmi, hamma yerda barchasi bir xil. Tarixda birinchi marta katta natija qayd etilsa, barcha bayram qiladi. Baxt va euforiya hissiyotlari bo'lishi tabiiy. Bu normal holat. Yevro, Jahon chempionati yoki Osiyo kubogi kabi katta musobaqada ilk marotaba ishtirok etayotgan terma jamoalar bilan shunday hodisa ro'y beradi. Butun dunyoda shunday va bu tabiiy holat. Milliy terma jamoa bilan bir yil davomida mundialga qanday tayyorgarlik ko'rishingiz kerakligi haqida. Bu savol endi menga beriladigan savol emas, do'stim. Qara, barcha mening tariximni va faoliyatimni biladi. Men qayerdan kelganman va nimalar qilganman. Faqatgina bir narsa ayta olaman. Tarkibdagi barcha futbolchilarning yoshi katta. Ular yosh bola emas va allaqachon 18 yoshdan o'tib bo'lishgan. Ular futbol ichida va ular nima qilish kerakligini yaxshi bilishadi. Nimalarni qilsa, yaxshi natijaga erishish mumkinligini sen va mendan yaxshiroq bilishadi. Mening fikrimcha, bu shunchaki boshlang'ich nuqta. Yakuniy nuqta emas. Agar bu natijani yakuniy nuqta deb qabul qilinsa, demak bu xato fikr. Futbolchilar o'z xayollarida bu natijani yakuniy nuqta deb qabul qilmasliklari kerak. Jahon chempionatidagi ishtirok juda ko'p faktlarga bog'liq. Qur'a qanday kechadi va qaysi jamoalarga qarshi o'ynaymiz. Tabiiyki, mundialdagi jamoalarning darajasi saralash bosqichidagi raqiblardan kuchliroq bo'ladi. Saralash bosqichidagi raqiblar haqida. Masalan, Yaponiya yoki Avstraliya kabi mamlakatlar bilan o'ynamadik. Futbol bu yoqda tursin, uzoq mamlakatlarga safar qilish ham oson kechmaydi. Faqatgina bir marotaba Laosga bordik. Xullas, Laosda sharoitlar yaxshi emas edi. Stadion va mashg'ulot maydonlari, lekin guruhimizdagi kuchsiz deb qabul qilingan raqiblar ham juda katta muammolar yarata olishdi. Shimoliy Koreya juda yaxshi qarshilik ko'rsatdi va ko'plab penaltilardan foydalana olmadi. Bir necha o'yinlarda so'nggi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gol evaziga mag'lub bo'lishdi. Ularga qarshi o'yin juda qiyin bo'ldi. Hech qaysi o'yin oson kechmadi. Misol uchun Qirg'iz Respublikasi terma jamoasi 3-saralash bosqichida ilk marotaba ishtirok etayotganiga qaramay, ular ko'pgina raqiblarni qiynab qo'yishdi. Qirg'iziston saralashning so'nggi bosqichida ilk marotaba qatnashganini bilmas ekanman. Ular debyut qilishdi. Qirg'izistonda futbolga e'tibor kuchaygan. Sababi Qirg'iz futbol ittifoqini mamlakatdagi eng nufuzli insonlardan biri boshqarmoqda. Siz Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasini ham boshqargansiz. To'g'ri, orada 15 yil vaqt o'tdi. Ammo ular nimalarga qodir ekanligini yaxshi bilasiz. 4-saralash bosqichi, ya'ni play-offda Birlashgan Arab Amirliklari qanday natija qayd etishi mumkin? Bilmadim. Men u yerda ishlagan vaqtim xorijlik futbolchi Birlashgan Arab Amirliklari pasportini olishi va terma jamoada o'ynashi imkonsiz edi. O'sha vaqtlari. Endi esa qara, oradan vaqt o'tdi va qanchalik futbol o'zgarib ketdi. Hozir Birlashgan Arab Amirliklarida chet ellik futbolchilarga fuqarolik bera boshladi. Hozir tarkibda nechta xorijlik futbolchi borligini bilmayman, balki 4 tadir yoki 5 ta. Indoneziya ham shunday yo'l tutdi. Xorijlik futbolchilar va mahalliy futbolchilar o'rtasidagi raqobat va daraja masalasi ko'plab savollarni keltirib chiqaradi. Men hozir u mamlakatda emasman va vaziyatdan xabardor emasman. Barchasini bilish uchun o'sha yerda bo'lish kerak. Hayot shunday. Baholash uchun uning o'rnida bo'lib ko'rish kerak. O'sha yerda bo'lish va jarayonni his qilish kerak. Masalan, Saudiya Arabistoni terma jamoasida birorta xorijlik futbolchi yo'q. Oldin ham shunday edi. Men bir narsani aniq ayta olaman. Imkoniyat paydo bo'ldimi, undan foydalanish kerak. Masalan, biz yaxshi guruhdan o'rin oldik va ushbu imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Bizda imkoniyat paydo bo'ldi va biz bundan foydalandik. Biz bor yo'g'i bitta o'yinda mag'lub bo'ldik. U ham bo'lsa so'nggi soniyadagi g'alaba to'pi tufayli. Biz jahon chempionatiga chiqib bo'ldik. Ushbu natijamiz orqali Qatar terma jamoasidan kuchliroq ekanimizni isbotlay oldikmi? Biz ularga Osiyo kubogida alamli tarzda mag'lub bo'lgandik-ku. Futbolchilar ushbu fikrga ishona olishi kerak. Raqibdan kuchli ekanligiga ruhan ishonish kerak. Keyin esa buni maydonda isbotlash kerak bo'ladi. Ustiga ustak bittagina o'yin orqali emas, bir nechta o'yinlarda. Agar futbolchilar o'z kuchiga ishonishsa, bir nimaga erishish mumkin. Mening fikrimcha, sizlar terma jamoangizni qo'llab-quvvatlaysizlar.
va o'z jamoangizni ochiq va chiroyli futbol namoyish etishni istaysizlar. Buni amalga oshirish uchun esa futbolchilar ushbu g'oyaga ishonch bildirishdi va ishona olish kerak. Shu bilan ikkinchi qism tugadi. Milliy terma jamoamizning sobiq ustozi Srechko Katanes bilan suhbatni Chempionat Aziya sayti muxbiri Abdulbosit Bektemirov uyushtirdi. Uchinchi qism nasib bo'lsa ertaga chiqadi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli futbol ishqibozlari? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.